Namangan viloyat adliya boshqarmasi faoliyatida inson huquqlarini himoya qilish, qonun ustuvorligini ta'minlash, aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish asosiy mezon sanaladi. Ta'kidlash joizki, yer umummilliy boylik, O'zbekiston xalqining hayoti, faoliyati va farovonligi asosi. Eng muhim tabiiy resurslardan biri sanaladi. Shu bois yerlardan oqilona, maqsadli foydalanishni ta'minlash, bu borada qonun talablariga rioya qilinishi bir qator normativ-huquqiy hujjatlarda belgilab qo'yilgan. Shu ma'noda bugun yer uchastkalarini ajratishning barcha uchun teng, shaffof va bozor tamoyillariga asoslangan tartibini joriy etish, yerga oid mulkiy va huquqiy munosabatlarni barqarorligini ta'minlash, yer egalarining mulkiy huquqlarini kafolatlash borasida keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. Davlatimiz rahbarining joriy yilning 8-iyunidagi yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta'minlash, yerga bo'lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni fikrimizning yorqin misolidir. Unga ko'ra, Adliya vazirligi, Bosh prokuratura, Oliy sud, Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi kadastr agentligi, Qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan keng jamoatchilik vakillari ishtirokida ishlab chiqilgan yer to'g'risidagi qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan bildirilgan takliflar ma'qullanib, bir qator qat'iy tartiblar belgilandi. 2021-yil 1-avgustdan boshlab yer uchastkalarini ajratishda barcha uchun tenglik va shaffoflikni ta'minlash, yerlarni muhofaza qilish, yer egalarining mulkiy huquqlarini kafolatlash maqsadida yuqoridagi farmon qabul qilindi. Mazkur farmonga ko'ra 2021-yil 1-avgustdan boshlab quyidagi tartiblar joriy qilindi. Xususan, yer uchastkalari xususiy sektorga mulk va ijara huquqi asosida, davlat tashkilotlariga esa doimiy foydalanish huquqi bilan ajratib berish belgilandi. Shuningdek, meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik, doimiy egalik, vaqtincha foydalanish huquqi bilan yer ajratish tartibi bekor qilindi. Bunda avvalgi ajratilgan yer uchastkalariga bo'lgan huquq o'z egasida saqlab qolinadigan bo'ldi. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalari ochiq elektron tanlov natijalariga ko'ra faqatgina ijara huquqi asosida qishloq xo'jaligi mahsuloti yetishtiruvchilarga ajratib beriladigan bo'ldi. Shu bilan birga qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlar esa mulk va ijara huquqi asosida elektron onlayn auksion orqali realizatsiya qilinadi. Hamma holatlarda yer uchastkalari bo'sh yerlar hamda zaxiradagi yerlardan berilishi belgilandi. Shu bilan birga mahalliy davlat hokimiyati organlarining to'g'ridan-to'g'ri yer ajratish vakolati bekor qilindi. Mazkur yangi tartiblar yerga oid munosabatlarda hamma uchun teng imkoniyatlarni yaratib, erkin raqobat muhitini shakllantirishga xizmat qiladi. Yana bir muhim jihat, mahalliy davlat hokimiyati organlarining yer munosabatlariga oid ayrim vakolatlari cheklanib, bu borada o'ziga xos qonuniy tizim yaratildi. Namangan viloyatining shahar va tumanlarining mahalliy hokimiyat organlari faoliyatida bu dasturlamal vazifasini bajarmoqda. Ushbu lavhalarni To'raqo'rg'on tuman hokimligida tasvirga muhrladik. Mavzu bilan bog'liq amaliy jarayonlar faoliyatda o'ziga xos imkoniyat va qulaylik yaratgan. Farmonga ko'ra 2021-yil 1-avgustdan tuman hokimligi munosabatlarga bo'lgan vakolati bekor qilindi. Bu asosan yer ajratish, rasmiylashtirish, doim foydalanishga berish vakolatlari kiradi. Bundan tashqari tuman hokimligida hozir Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 10-apreldagi 218-sonli qaroriga asosan tuman hokimligining barcha qarorlari, farmoyishlari elektron shaklda yer qaror tizimi orqali qabul qilinyapti. Bu tizimning eng asosiy afzallik tomonlari birinchidan qarorlar qabul qilish tezlash. Bunda qarorlar qabul qilish tezlashganda hukumat tomonidan qabul qilgan qarorlarning ijrosini o'z vaqtida bajarilishiga olib keladi. Bundan tashqari dastlab avvalgi qarorlarni qabul qilishda ortiqcha qog'ozbozlik, ortiqcha vaqt kelish uchun tashkilotlarni qidirish, topish shu holatlarga bartaraf etildi. Mana hozir tuman hokimining qarorini yer qaror tizimi orqali tayyorlandi. Bunda yer qaror tizimi orqali o'sha qaror loyihasini tayyorlab kiritishga 7 minut vaqt ketdi.
Avvallari bu qaror loyihalarini tayyorlashda juda uzoq muddat 2-3 kunlar vaqtlar ketardi. Bu imtiyozli tomoni shundan iborat. Bundan tashqari yana nomerlar elektron berilgani sababli qarorlarni soxtalashtirish, eng asosiy korrupsiyani oldini olishga xizmat qiladi. Yer va u bilan bog'liq munosabatlar asrlar davomida muammolar girdobida bo'lgan. Aslida ham ushbu sohani rivojlantirish orqali qator qonun hujjatlari takomillashtiriladigan bo'ldi. Ayniqsa O'zbekiston Respublikasining Yer kodeksi. Bu esa o'z navbatida fermer xo'jaliklari faoliyatini qonuniy himoya qilish, ularni qiynab kelayotgan muammolarni o'rganish va murojaatlarni manzilli tartibda qabul qilishga ham imkon yaratib, agrar sohani rivojlanishiga xizmat qiladi. Biroq keyingi yillarda fermerlar faoliyatiga asossiz aralashish, ularning qonuniy manfaatlarini buzilish holatlari ko'p uchramoqda. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan fermerga madad aksiyasiga start berildi. Ushbu aksiya doirasida hududiy adliya boshqarmalari va tuman shahar adliya bo'limlari faol harakatni boshladilar. Aksiyani o'tkazishdan asosiy maqsad fermerlar qishloq xo'jaligi rivojining drayveri sifatida ularning iqtisodiyot va jamiyatdagi mavqeini oshirishdan iborat. Joriy yilning iyun-dekabr oylari oralig'ida o'tkaziladigan aksiya davomida fermerlarga huquqlarini tushuntirish, qishloq xo'jaligi sohasidagi huquqni qo'llash amaliyotini o'rganish, fermerlarning murojaatlari bilan ishlash, ularning muammolarini o'rganish yuzasidan so'rov o'tkazish, sohani tubdan isloh qilish va qonunchilikka takliflar tayyorlash maqsad qilingan. Qolaversa, fermerlarning murojaatlarini olish tartibi soddalashtirildi. Ayni vaqtda 1008 telefoni, fermer madad bot maxsus Telegram boti orqali hamda sayyor va uyma-uy tartibda murojaatlarni qabul qilish boshlab yuborildi. So'nggi vaqtlarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan yer berish va ularni realizatsiya qilishga oid normativ huquqiy hujjatlarni qabul qilishda bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, yerlarni berish va ularni realizatsiya qilishda mana o'sha yerga oid islohotlarni yana bir karra jadallashtirib berdi. Ana shu islohotlardan kelib chiqqan holatda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan fermerga madad huquqiy aksiyasi o'tkazildi. Mana shu aksiya doirasida fermerlarga huquqiy yordam berish, ularni buzilgan huquqlarini himoya qilish hamda huquqlari buzilishini oldini olishga qarshi kurashish albatta nazarda tutilgan. Mazkur aksiyani joriy qilinishidan sabab shu bo'ldiki, so'nggi vaqtlarda fermer xo'jalik rahbarlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligiga murojaat qilinib, o'zlarining huquqlari buzilayotganligi to'g'risidagi murojaatlar ko'plab kelib tushdi. Shuningdek, ommaviy axborot vositalarida fermerlarning huquq va sha'nini kamsitilishi, hosilga kirgan 9 gektar qulupnay maydoni Sirdaryo viloyatida buzib tashlanishi kabi holatlar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Aynan mana shu holatlarni oldini olish hamda mana shu mazkur holatlarni kelib chiqilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan fermerga madad huquqiy aksiyasi tashkil etildi. Aksiya doirasida fermerlarning murojaatlarini o'rganish, ularni huquqiy ong va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, fermer xo'jaligiga oid huquqni qo'llash amaliyotini o'rganish, fermerlarni qiynab kelayotgan muammolarni so'rov yo'li bilan o'rganib, aniqlangan muammolarni bartaraf etish yuzasidan qonunchilikka takliflar ishlab chiqishni aksiya o'zini doirasiga qamrab oladi. Bugungi kunda aksiya doirasida tuman shahar adliya bo'limlari va boshqarma tomonidan ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, ommaviy axborot vositalarida, gazeta va jurnallarda 150 dan ortiq huquqiy targ'ibot tadbirlari amalga oshirildi. Bugungi kunda boshqarma va tuman shahar adliya bo'limlari shirituvida 60 dan ortiq fermer xo'jaligi rahbarlarining murojaatlari o'rganib chiqilmoqda. Albatta, mazkur murojaatlarni o'rganib chiqish yakuni bo'yicha ham aniqlangan qonun buzilishi holatlari bo'yicha tegishli ta'sir choralari kiritilib, fermerlarning buzilgan huquqlarini tiklanishiga erishiladi va mazkur sohadagi huquqni qo'llash amaliyotini bir xilligi ta'minlanadi. Tumandagi paxtachilik va g'alachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaligi rahbari Baxtiyor To'ychiboyevning To'raqo'rg'on tuman adliya bo'limiga qilgan murojaati joyida o'rganilib, kerakli chora-tadbirlar belgilanmoqda. To'raqo'rg'on tumanidagi Baxtiyor Ne'mat Shavkat fermer xo'jaligi rahbariman. Bizning fermer xo'jaligimiz urug'chilik, paxta va g'allaga ixtisoslashgan bo'lib, fermerlarga madad huquqiy aksiyasidan foydalanib, tuman adliya bo'limiga murojaat qildik. 2019-yili paxta tozalash aksionerlik jamiyatidan 24 million haqqimiz qolgandi. Shularni hozirda hamma hujjatlarni taqdim qildik, ko'rib chiqishmoqda. Ushbu murojaatlarimiz shu aksiya doirasida ijobiy hal bo'lishiga ishonamiz.
Mamlakatimizda turli sohalarda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad inson huquq va manfaatlarini har tomonlama himoya qilish, farovon hayotini ta'minlashdir.